Mana bu videoni bir ko'ring. Siz videoda ko'rayotgan yigit o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin, nogiron yoki bo'lmasam ruhiy kasal deb. Yo'q, aslida bu yigit sog'lom. Bir necha idoralarda ishlagan, rahbar lavozimlarida ishlagan, mol dunyosi o'ta ham ko'p bo'lgan yigit bu. Hayoti davomida muvaffaqiyatlarga ko'p erishgan, afsuski u qimorga bog'lanib qolgan. Shundan keyin u barcha mol dunyosini qimorga tikib yo'q qildi. Shundan keyin uni ota-onalari ko'plab vrachlarga olib borib ko'rsatdi, davolatmoqchi bo'lishdi. Afsuski foydasi yo'q. Bir qarorga kelishib, uni uyga olib kelib, oyog'idan zanjirlab qo'yishdi. Qissadan qissa shuki, ko'plab reklamalarni ko'rib olamiz. Falon pul bersang, faloncha qilib qaytarib beraman. Ana shu zaylda. Bilib qo'ying, tekin pishloq faqatgina qopqonda bo'ladi. Unutmang shuni. Va yaxshisi halol mehnatdan qo'ymasin. Halolidan qo'ymasin.